ko'rganinglardek, hozir sigirlarimiz birin-ketinlikda sog'ilmoqda. Bu jarayonda ko'rib turganingizdek plats, ya'ni joy nomeri va sigirimizning nomeri va necha litr sut bo'layotganligini quyidagi jarayonda ko'rishingiz mumkin. Sigirlarimizdan sog'ib olingan sutimiz karuseldan xuddi shu joyga keladi, turbalar orqali va bu yerdan filtrlardan o'ta boshlaydi. Filtrlardan o'tib, undan keyin 25 tonnalik tanklarimizga, ya'ni sut saqlanadigan idishlarimizga keladi. Sut saqlanadigan idishlarimizda maxsus gradusniklar bo'ladi va maxsus gradusniklar yordamida u muzlatib turiladi. Undan keyin esa kelib maxsus sut tashiydigan mashinalar kelib olib ketiladi. Har bir guruhimiz kirgandan keyin xuddi shunaqa uskuna yordamida sigirlarimiz karusel tomon harakatlantiriladi, ya'ni orqadan ular sigirlarimizni o'sha joyga olib borishda xizmat qiladi. Bu maxsus avtomatlashtirilgan hisoblanib, sekin-sekin o'zi harakatlanib boraveradi. Bu o'sha sigirlarimizni maxsus stresslardan oldini oladi. Mana sigirlarimiz sog'im jarayonidan chiqqandan keyin maxsus yo'laklar orqali o'z guruhlariga boradi. Har bir guruh tugagandan keyin ikkinchi guruh olib kelinadi va sog'ib olinadi. E'tiboringiz uchun rahmat.